ihtiyacı size safari umreye dokada. Mana Rav Bromasyan ve şehri Cidde. İnşallah vaqt O'zbekiston soati 5 میپرن اینجا ساعتی 10 11 در فرغانه میشن خدا خواهد ندیت avtobus qadarga rozi bo'lib kelganmiz ho'jada hojonlar bir-birimizni to'g'ri tushunamiz. Bu yo aviakompaniyaning aybidir yo firmani yo 50 yoshli Ilhomjonning aybidir bular. Bu narsa o'zlaring ko'rdilaring, sizlar kelayotgan vaziyatda ob-havo bo'ldi. Tuman bo'ldi. Tumandan keyin Eronda urush bo'lib turib, havo yopildi. Bu narsani butun O'zbekistonda, butun dunyo bildi bu narsani. O'zlaring bildiring. Ashuning uchun sizlar reyslaring bir kun kechikib qolganiga firma o'zini cho'ntagida $50 pul beryapti har biriga. Kompyutersani hisobida. Bunga rozi bo'lib qo'yasizlar hojlarda hojonlar. Demakki, hammada qiyomatdan bir-birimizdan rozi rizochilik so'raladi. O'shaning uchun hammalaringga mana Ilhomboy o'zi harakat qilib aytib turdi. Xo'jayinlarning o'zi birovni birisi haqqi kerak emas, biz xo'jayinlarga. Sizlardan yo foyda qilgan yo chiqaysiz. Kerak bo'lsa-da, bularni hech kimga bosh og'rig'ani kerak emas. Demakki, sizlarning vaqtda uch vaqtda qo'zg'ayib biz ham xursandmiz. Demakki, biz ham sizlar chiroyli kuzataylik deymiz. O'shaning uchun mana Allohga shukr, hamma ibodatlarni chiroyli qildilaring. Hamma yo'llar zo'r bo'ldi. Hech qanday bu tomondan kamchilik bo'lmadimi? Yo'q. Endi bitta narsa borki, umra qiladigan bo'lsangiz, bir kun kelib turib umra qilib ketsangiz ham o'sha umra bo'ladi, 10 kun tursam o'sha umra bo'ladi. Bu Alloh taolo oxirgisi bo'lib qolmasa hammalar. Alloh taolo hammalaringni qayta kelishga yana nasib qilsin. Bu kichigiga kelsizlar, Alloh taolo hammalaringni katta hajlarga keltirsin. Oila a'zolaring mana shu yil kelinglar. Hali sizlar bilan Xudo xolasa ko'p ko'rishamiz. Sizlarni hali ko'p kutib olib, yana sizlarga xizmat qilamiz. Biz sizlarga Rahmonning mehmonlariga xizmat qilishdan charchamaymiz. İnşallah. O'shaning uchun mana har birlaringni qo'llayinga. Bu bankdan kecha o'zim olib keldim mana. Aslomi, ko'rdingizmi turib olaverasizlar. Oshlar ko'rib olaverasizlar. Mana bu guruhi bistiyak. Hammalaring rozi bo'lasizlar. $5 kompensatsiya do'stlar. Yak ro'za zadishkom degish. Yo firmani, yo 50 yoshini, yo Ilhomboy hech kim ayirmaydi bu narsa. Bu narsa Allohdan-da. Endi hammamiz qadarga rozi bo'lganmiz-da. Sizlarga rahmat. Ha. Biz ertaga nima bo'lishimizni hech kim bilmaydi. Bu dunyoda o'zini qo'liga beraman. Har birlarini qo'liga beraman. Sababiki har bir odamni o'zini qo'liga berganim yaxshi-da. Mana. Endi bu Allohdan hozirga. Foyda ziyon Allohdan. Endi ish bor joyda ziyon bo'ladi, ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Biz minbatda rozimiz, sizlar rozi bo'lsalaring bo'ldi. Sizlar ham rozi bo'ling. Yo'qlar chiroyli bo'ldi. Endi bu narsa hammamiz qadarga rozi bo'lamiz. Grupi bisti. Hammamiz taqdirimizga rozi bo'lamiz. Guruhi bisti. Hamma yo'lda xo'jayinlar qildi. Yo'q bo'lmadi. Anis bilsa ham, pul bo'lsa ham hamma yo'q qilishdi. Bo'lmadi. Bu narsa Allohdan endi bari. Alloh taolo insonni rizqini uzib qo'ysa, hamma joydan uzib qo'yadi. Rizqingiz bo'lsa, o'sha aeroportdan qaytib kelib yana 3-4 kunlardan turib ketishdi bo'ladi. Endi bu narsa hamma yo'llar ibodatlarni chiroyli qildilar endi. Hamma yo'llar chiroyli bo'ldi. Endi bu narsa yo firmani aybi emas, yo aviakompaniyani aybi emas, yo Ilhomboyning aybi emas. Sababiki sizlar kelayotgan paytda o'zlaring ko'rdilaring, O'zbekistonda xabardor bo'ldilar. Tuman bo'ldi. Tuman bo'lgandan keyin bu Eronda osmonni yopib qo'ydi. Bu narsada butun dunyo xabardor bo'lib turdi. Bu narsa misol hech kimning qo'lidan kelmaydi-da, misol uchirib yuborishda misol. Keluvda katta davlatlar aralashsa hech qaysini uchira olmadi. Batta odamlar qolib ketdi, ag'da sizlar qolib ketdilar. Ashuning uchun bu narsa hech kimning aybi bo'lgan yo'q. O'shaning uchun sizlarda bir kunlar qolib ketganiga xo'jayinlar o'zini cho'ntagidan sizlarga kompyuter saqlab to'la beryapti. Daqiqa. Hadi. Ilhomboy o'zi mana xo'jayinlar bilan gaplashdi, hamma yo'qni qildi. Bo'pti Ilhomboy dedi, mayli dedi. Biz minbatda rozimiz, odamlarda o'zi ham rozi bo'lsin dedi. Ashuning uchun bir kunlarga kompyuter sifatida $50 dan xo'jayinlar cho'ntagidan to'la beryapti. Hammalaringni o'zlaringni qo'llaringga beraman. Ana bankdan borib kecha olib kelganman, ko'rib olaverasizlar.
Rozi bo'lasizlar hammalaring. Hatto 10 kun tursalaring ham, 1 oy tursalaring ham o'sha ibodatlaring o'sha. Bir kun kelib turib umra qilsangiz ham o'sha umrani qilgan bo'lasiz. 20 kun tursangiz ham o'sha umrani qilgan bo'lasiz. Hali keladi, ibodat hamma yo'lda qiladi. Ketishlar sovg'a saloma bilan ketadi. Endi maniga. Umra qimmatda sovg'a emas hammasi. Hali sizlarga komfort paket olib ketdi sizlarga. Mana inshaalloh bu guruh bizda ham kompensatsiya do'stlar. $50. Amin. همه زیاده مزه کردن و بچه کچه تو راحت کردید همه قمبه خرسان کرد چند جاها و برده من همه جای زیارت کننده چو 3 محل آقای افقات نغز داده رس و خرسان کننده اولا روزی شود Amin. Alloh. Hojilarda xojonalar bu oxirgisi bo'lib qolmasin. Alloh Salomlashib qoling. Salom. Rahmat. Kam ko'slarga rozi bo'lasizlar. Qolgan hamma yo'qlari chiroyli bo'ldi. Endi bir kun ag'ib bo'lib qoldi. Xudo xolasa inshaalloh keyin kelishingda bundan ham chiroyli holatlarda, bundan ham chiroyli sharoitlar, hamma yo'qlar chiroyli qilib qo'yamiz. Endi ish bor joyda xato bo'ladi, kamchilik bo'ladi. Beayb Parvardigor. Hammamiz ayb qilamiz, hammamiz gunoh qilamiz. Beayb Parvardigor. Alloh taolo hammamizni yana qayta kelishga nasib qilsin iloyim. Oxirgisi bo'lib qolmasin. Xudo xolasa yana kelganlaringda sizlarni kutib olib chiroyli xizmatlar qilishlar charchamaylik. Sog' salomat bo'linglar, yaxshi yetib olinglar. Hammalaringga oq yo'l. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana guruhi bizda hozir registratsiya yuzasidan inshaalloh در شهر جده و ساعت فرغانه که ساعت ازبکستان که ساعت 10 رفته میفردم انشالله خدا خواهد حاضر میبین حاضر اومسیان مراد حاجی حاجی آیا گستین می؟ انشاءالله سفراتون بی خطر شود چطور نمی؟ وضع کنیم حاجی مظفر گستین می؟ انشاءالله سفراتون بی خطر شود حاجی بیچتی؟ شرایطو نقشن می؟ من همش زیارت چون خستن چتی حاج بو؟ ربای گشتین می؟ گشتیم شرایطش کشه؟ شرایطش توشه؟
Sarvot naqsi domlo. Hamma naqdmi? Xuddi ham naqsi domlo. Hamma ne? Ibodat yaxshimi? Bu naqsi hamma domlo. Rahmat. Rahmat bu bora. Salomat shoy, salomat. Yaxshiligam odam bo'lsa, Salomat bo'shi. Hoji bo. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaykum ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaykum ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaykum khairul khalqillah. Allahu mehribonam. ما زیارت خانه کعبه و آمدیم. همه وظیفه‌های اجرا کردیم. اگر الله به درگاهش قبول کرده باشد، عبادت‌های کرده ما به درگاهش قبول کند پروردگارم. تنکای جان همه صاف کند. تنکای جان همه الهام جانم صاف شود پروردگارم. سلامت رویم. یک دیگر ما جدا نکند. بازم همدیگر روزکای منور و عبادت‌ها و هم یکم نصیب گرداند. رحمتی الله به درگاهش کوئی تمام برکتی اتنا کوئی جونت سوخ شود همین باوردگاهات همه با همه خانگاه خدا رو آمین تو اله تنا کوئی جونت سوخ شده تو همیشه خدادها کن رحمت من حضور در شهر جده حضور بعد از یک ساعت مدت ساعت من حضور خدا خواهد عملیات ما راه پروانه پرواز میکند ان شاء الله سفرام به خطر شود اسنک ما پیش بچه کچه ما دادا بیبه ما رسید همه الهام جان هم الهام سرش درد نمیبیند Yana bir bor assalomu alaykum. 21-22 guruh hojilarimiz, hojilarimiz, hoji onalarimiz Xudo xolasa mana samolyotga chiqishdi. Xudo xolasa soat 12:30larda yetib boramiz Farg'ona aeroportiga. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 21-22 guruh hojilarimiz Farg'ona aeroportiga eson-omon kelib qo'nishdi.